Mamlakatimizda xitoyliklar ko'payib ketayotgani, O'zbekiston yerlari Xitoyga o'tib ketayotgani haqidagi turli xil xabarlarga Bosh vazir matbuot kotibi Bekzod Hidoyatov munosabat bildirdi. Hukumat rasmiysi Bekzod Hidoyatov Xitoy qatorida Germaniya, Fransiya, Turkiya, Hindiston, Eron, Saudiya Arabistoni hamda Malayziya kabi mamlakatlardan ham ko'plab sarmoyadorlar kirib kelayotgani, bu esa rivojlanayotgan davlat uchun normal jarayon ekanini qayd etdi. Hidoyatov bu kabi xabarlar yuzasidan O'zbekiston avvalgidek yopiq davlat emasligini ta'kidlab, odamlardan biroz toqatli bo'lishini, turli yolg'on yoki provokatsion axborotlarga uchmaslikni so'radi. Shuningdek, o'zbekistonlik tadbirkorlar yoki migrantlar turli davlatlarda, xususan Xitoyda ham faoliyat yuritayotganini qo'shimcha qilgan. Shuni ham aytib o'tish kerakki, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunga muvofiq chet ellik fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, chet el yuridik shaxslari xususiylashtirish subyektlari bo'lmaydi, ya'ni chet elliklarga yer xususiylashtirib berilmaydi. Xitoy masalasiga kelsak, aholi soni bo'yicha dunyoda yetakchi. Hatto G'arbiy Yevropa, Shimoliy Amerikada katta diasporalar bor. Lekin hech kim ularning xavfi borligi to'g'risida gapirmaydi. Shunday ekan, bu borada hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Bu xuddiki markazlashgan holda uchinchi tomonning manfaati bilan boshqarilayotgan manipulyatsion kampaniyaga o'xshaydi. Shuning uchun yurtdoshlarimizdan provokatorlarning turli manipulyatsiyalariga ishonmaslikni so'raymiz, degan Bosh vazir matbuot kotibi Bekzod Hidoyatov.